Assalomu alaykum azizlarim. Mindan rahmat. Sharoitga ham qaragan doktorlarga ham rahmat. Rosa xursandman. Tuzalib ketganimga shunchalik xursandman. Borishdi batta o'sha Karamulloh bilan mana Ulug'bek borgan. Ya'ni Farg'onaga yotganimda. Keyin ko'rishib baqa tavsiya qilishi, atdan chiqib yana baqa keldim Farg'onada. Olib kelishdi o'sha bitta kampirni 70 ga kirganini ko'rdi, keyin menikini ko'rdi. Mana bir tomoni ochdi-da, endi muzlayapti u oyoq. Tomirda qon yurmagay qolgan ekan. Ya'ni ash kasallik bino bo'ldi-da. 20 kun ichida, 10 kun ichida bino bo'ldi bu. Diabetim bor, saharim bu 14 ga chiqib ketdi, 13 ga tushdi. U Karamulloh ashu Ulug'beklar qilishdi, rahmat. Ota-onasiga ham rahmat, onasiga ham, otasiga ham rahmat deyapman. Ancha kamaydi. Kelganimda chidab bo'lmayapti o'zi. Endi hozir ham mana xillar privaskada yaxshi chiqdim. Yaxshi. Privaskada ham joy meniki bas edi. Rahmat, sog' bo'ling.